Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amallar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz darsimizning davomi, ya'ni olamning yaratilishi 47 va 48 bobni birlikda ko'rib chiqaylik dedik. Balkim ozroq uzrab ketishi mumkin, chunki ikki bob mazmunini birlikda qilgan bo'lg'achqa. Asli 3-oyning ichida bu olamning yaratilishini tugatib, plan bo'yicha 4-oyda, ya'ni 4-oyning 1-chi, 2-chi haftasi, ya'ni 1-chi haftasi bo'lsin. Liqiningdek savollarga, ya'ni ko'p so'ralgan savollar bor emas. Shularga javob nuqtasida bir programma qilib, andan keyin yangi hafta o'taylik deb shuni plan qilgan. Lekin men pek aldirashib qoldim. Shunga vaqt skrip bularga ko'proq qilgan azroq vaqtim yetishmay qoldi. Shunga kechirsizlar, ishga bobni birlikda qilib 3-oyning ichida, ya'ni keyingi hafta 49-50 bobni birlikda, bu hafta 47-48 bobni birlikda ko'rib o'tishga majbur bo'lib qoldim. Shunga to'g'ri tushunib, azroq sabr qilib, vaqt uzrab ketgan bo'lsa-mu, oxirigacha anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ham shundaqla yaqinda kirgan qarindoshlarimiz yaqinda bizning bilan birga sepimizga ulanib, bizning bilan darslarimizni birga anglayotgan hamda barliq nimalarimizni qatnashayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarimizni ham shundaqla burundan tortib anglab kelgan qarindoshlarimiz bo'lsin, ham bu olamning yaratilishi darsi nihoyat muhim. Bu ahdlarga oid mazmunlar nihoyat muhim. Shunga burunqi dastlabda so'zlab o'tgan mayli Nuh payg'ambar, mayli Odam ota va onaga oid mazmunlar bo'lsin va Ibrohimdan tortib Isoq va Yaqubgacha bo'lsin. Instagram qarsanglar, men yig'inchoqlab qancha bobdan qancha bobgacha kim haqida deganlarni dastlabda nima vaqtlarda men chiqarib qo'ygan. Shu bo'yicha sizlarning birdan qaytadan, yana boshdan bir qatam anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ya'ni bu darslar bek uzun emas, burunqi darslar. Shuning uchun qayta anglab chiqsanglar. Chunki hozir olamni yaratilish darsimiz tugaydi deb qoldi. Bo'libmi bugungi dars bilan keyingi darsda asosan xulosalab, albatta bugungi darsda Yaqubning hayotini xulosalash bilan birga ahdining bu İbrahim ahdisi bo'lsin, Yaqub ahdisi, ya'ni Isoq ahdisi bo'lsin, Yaqub qo'llangan ahdi bo'lsin, bu ahdining haqiqiy mohiyati, Xudoning bu ahdidagi maqsadi, irodasi deganlarga asosan bir ko'proq tunishimiz paydo bo'ldi deb o'ylayman bugungi darslardan keyin, ya'ni keyingi darslardan keyingi bo'lsin. Shuning uchun bu dastlabda balkim sizlar anglab shu vaqtdan qilgan bo'lsanglar mumkin, lekin hozir hammasini bir olam yaratilishini bir butun gavdasi bo'yicha anglab bo'lib, qaytadan burungi darsni anglagan vaqtinglarda tushunchanglar texmi cho'nqur bo'lib, yangi tushunchalarga ega bo'la olasizlar. Shuning uchun qarindoshlarning dastlabdan boshlab qaytadan anglab chiqishinglarni umid qilaman. Men burundan tortib degan Nuh ahdisi degan vaqtlarda bo'lsin, Ibrohim ahdisi deganlar bo'lsin, ahda bara texmi yoritilib, texmi aniqlashib, oxirida qandoq tamomlanib, qandoq qilib insonlar ustida, ya'ni bizning ustimizda bo'lsin va yoki burungi Isroillar ustida bo'lsin, namoyon bo'lganligini, ham shunaqla bu ahdilarning ahdi orqali Xudoning yer yuzida, insonlar ustida va tanlagan xalqlar ustida, tanlagan bandisining ustida qilmoqchi bo'lgan irodasining nima ekanligini biz bu ahdlar orqali texmi yo'riq tushuna olamiz. Xudoning irodasini texmi tushuna olamiz. Ham shunaqla bugungi bizlar yangi ahdiga bog'langan bizlar ham qanday yashashimiz kerakligini texmi aniq tushuna olamiz, anqira olamiz deb degan edim. Shuning uchun bu gaplarni yana qayta eskartishni to'g'ri deb qaradim. Shunga shu mazmunimiz agar diqqat qilsanglar, oldingi qatimli darsimizda anglagan vaqtinglarda munosabatlik mazmunlarni ekranning ustiga qarsanglar, men ulab qo'ygandim. Shunaqa mazmunlar bor, shundoq birlikda anglab chiqsanglar bo'ladi. Amallar bundan keyin shunday qilsam bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun bir dars anglash jarayonida ustida necha video birga chiqdi, ulanib ustida ko'rindi. Shularni chekib beqib vaqtinglar bo'lsa anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qul, bugun aslida darsimiz ko'p edi, gap yana o'zgarib ketdi. Unda bo'lsa darsimiz kelaylik. Oldi bilan 47 va 48 bobni uzun bo'lsa bir qatim o'qib chiqaylik.
Bunun bilan Yusuf padişah bilan ko'rishgili berib uningga atam bilan qarindoshlarim Qanandan qo'y-kala va butun mol-mulklarni olib bu yerga keldi. Hozircha ular Go'shanda turyotidi dedi. Andan keyin Yusuf 5 qarindoshin tanlab padişah bilan ko'rishishga olib keldi. Padişah Yusufning qarindoshlaridan "Sizlar qaysi kasb bilan shug'ullansizlar?" deb so'radi. Ular javoban "Janoblari, kamillari ota-bobolarimiz o'xshash mol beqish bilan tirikchilik qilamiz. Qananda qahatchilik ig'ir bo'lg'achqa mol boqadigan o'tloqmi yo'q. Shu sababdan biz bu yerga ko'chib keldik. Janoblardan kamillarning Go'shan viloyatida turishiga ijozat berishlarini so'raymiz" dedi. Padişah Yusufga "Otang bilan qarindoshlaring bu yerga kelibdi. Misrning zamini ularning oldida turibdi. O'zlari mamlakatning eng yaxshi yerini tanlasin. Go'shanda tursimi bo'laveradi. Ularning orasida iqtidorli kishilar bo'lsa, mollarimni boshqarishga qo'ysangmi bo'ladi" dedi. Keyin Yusuf otasi Yaqubni o'rdaga boshlab kelib, Misr podshohi bilan ko'rishtirdi. Yaqub padişahga baxt saodat tiladi. Padişah uningdan "Qancha yosh keldingiz?" deb so'radi. Yaqub uningga "Men bu dunyoda musofir bo'lib 130 yil yashadim. Bu jafo mushaqqatli hayotimda texi ota-bobolarimdek uzun umr ko'rmadim" deb javob berdi. Xo'shlashish oldida Yaqub yana padişahga baxt tilab, ondan chiqib ketdi. Yusuf padişahning amri bo'yicha otasi bilan qarindoshlarini Misrga o'rinlashtirdi. U Ramiz shahrining yenidan davlatning eng yaxshi yerini ularga zaminlikqa berdi. Hamda otasi, qarindoshlari va ularning uydagilarga nopusning soniga qarab oshliq yetkazib berdi. Açarchilik intayin eg'ilishib ketganlikdan hamma yerda oshliq qolmagan edi. Misrliklar bilan qanonliklar oshliqdan ojizlab ketdi. Yusuf oshliq setib, ularning hamma pullarini yig'ib olib o'rdaga topshirdi. Misr va Qanondagi xalqning qo'lidagi pullar tugaganda Misr xalqi Yusufning oldiga kelib uningdan "Pullarimiz tugab ketdi. O'limdan saqlanib qolishimiz uchun bir amal qilib bizga oshliq yetkazib bergaylar" deb talab qildi. Yusuf ularga "Agar pulinglar tugab ketgan bo'lsa, melinglarni oshliq tegishinglar" dedi. Bunun bilan ular mallarni Yusufning oldiga elib kelishdi. Yusuf ularning at, eshak, qo'y, kala va o'shkilarga oshliq tegishib berdi. Shunday qilib Yusuf ularning mol chorvalarining badaliga shu yili ularni oshliq bilan ta'minladi. Keyingi yili ular yana kelib, "Ey alilari, haqiqiy ahvolni yoshirmaymiz. Pullarimiz butunlay tugadi. Mollarimizmi o'zlariga o'tib ketdi. Hozir bizning tenimiz va yerimizdan boshqa hech narsamiz qolmadi. O'limdan saqlanib qolishimizga bir amal qilg'aylar. Yerlarimizning aqtashlanib qolmasligi uchun o'zimiz bilan yerimizni oshliq almashtirib bergaylar. Yerlarimiz padişahning bo'lsin. O'zimizmi padişahning qo'li bo'lib, uning dehqonchiligini qilayli. Hayot qilishimiz uchun yerlarni terishimizga urug'liq bergaylar" deb talab qildi. Shunday qilib Yusuf padişah uchun Misrning butun zaminini setib oldi. Ocharchilikning eg'irligidan Misrliklar yerlarni setishga majbur bo'ldi. Natijada butun yer zamin padişahga o'tib ketdi. Butun Misr xalqimi uning quli bo'lib qoldi. Faqat ruhaniylarning yerlarla o'z qo'llarida qoldi. Ularning yerlarini setishi ajizsiz edi. Chunki ular padişahdan haqsiz oshliq oladi. Yusuf xalqqa "Men padişah uchun sizlarni va yer zamininglarni setib olgan ekanman. U yerga dehqonchilik qilishinglar uchun urug' beray. Ho'sol vaqtida ho'solning 5dan birini padişahga topshirib qolganini o'zinglarga va oilanglarga uzuq va urug'liq qilinglar" dedi. Ular "Ey alilari, o'zlari hayotimizni qutqizib qoldilar. Bizga shafqat qilib, bizni qulluqqa qabul qilg'aylar" deyishdi. Shunga Yusuf Misrliklarga dehqonchilik mahsulotlari ho'solning 5dan 1 qismini padişahga topshirish kerak degan qonunni tuzib berdi. Bu qonun bugungacha kuchga ega bo'lmoqda. Faqat ruhaniylarning yerlari padişahga o'tmadi. İsraillar Misrning Go'shan viloyatida o'ltiraqlashdi. Ular ro'naq tepib, aholilari aslab ko'paydi. Yaqub Misrda 17 yil yashab, 147 yil umr ko'rdi. U o'lish oldida Yusufni chaqirtib kelib uningga "Agar sen mendan rozi bo'lsang, qo'lingni ikki yo'tanning ostiga qo'yib, menga g'amxo'rlik ko'rsatib, meni Misrga dafn qilmaslikka qasam qilgin. Men vafot bo'lganda meni Misrdan elib chiqib, ota-bobom dafn qilingan yerga dafn qilgin" dedi. Yusuf otasiga "Topshiriqingizni cho'qim o'rindayman" dedi. Isroil "Undaq bo'lsa, menga qasam qilgin" dedi. Shuning bilan Yusuf qasam qildi. Isroil karvatining bosh tarafida bosh qo'yib, Xudoga madihiya o'qidi. 48-bob. Bir mezgildan keyin Yusufga otasining og'rib qolganligi to'g'risidagi xabar yetdi. Shunga Yusuf ikki o'g'li Manasseh bilan Efraimni elib otasining yeniga bordi. Yaqub o'g'li Yusufning kelganligini anglab yotgan o'rnidan kuchining baricha kuchayib turib, aran
o'ltirdi. Yaqub Yusufga: "Hamma qodir Xudo Qanondagi Luz degan yerda menga ko'rinib, menga baxt ato qilgan edi. U menga men sening avlodlaringni ko'paytib, ularni nurg'un millat qilaman va bu zaminni sening avlodlaringga mangu zaminlikqa beraman degan edi" dedi. Yaqub yana: "Ey Yusuf, men Misrga kelmasda sen bu yerda ikki o'g'il tepibsan. Bu ikki o'g'il, ya'ni Efraim bilan Manasse, Ruben bilan Shimonga o'xshash mening o'g'illarim hisoblansin. Boshqa bola topsang o'zingning bo'lsin. Ular kelgusida mirosxo'rlik qilgan yer Efraim bilan Manassening zamini ichida bo'lsin. Bunda qilishimdagi maqsad aning Rahilaning vajidandir. Men Paddan Aramdan qaytib kelganimda, aning Qanan rayonidagi Efrataga boradigan yo'l bo'yida meni asrat qoldirib vafot bo'ldi. Men uni shu yerda dafn qilgan edim" dedi. İsrail Yusufning o'g'illarini ko'rib, "Bu bolalar kim?" deb so'radi. Yusuf: "Mening o'g'illarim, men Misrga kelgandan keyin Xudo menga bergan bolalar" deb javob berdi. İsrail yana: "Ularni yenimga kel, ularga duo qilay" dedi. İsrail qayirib ketganligi uchun ko'zi to'lishib yaxshi ko'rmaydi. Yusuf bolalarini uning oldiga olib keldi. İsrail ularni quchoqlab suyib qo'yib Yusufga: "Asli seni qayta ko'raman deb o'ylab baxmagan edim. Mana endi Xudo menga sening o'g'illaringni ko'rsatdi" dedi. Yusuf İsrailning tizidan ikki o'g'lini yerga tushirib, o'zi otasining oldida beshini yerga tekizdak egib ta'zim qildi. Yusuf Efraimni İsrailning sol yoniga, Manassani o'ng yoniga turg'izdi. Lekin İsrail ikki qo'lini almashtirib, o'ng qo'lini kichik navrasi Efraimning beshiga, sol qo'lini cho'ng navrasi Manassaning beshiga qo'yib Yusufga baxt tilab mundaq duo qildi: "Bovularim İbrahim bilan Isoq yaqin ergashgan Xudo bu ikki navramni baxtli qilg'ay. Meni bugungacha yetaklab kelgan Xudo ularga baxt ato qilg'ay. Meni butun balo qazolardan qutqizgan farishta ularga baxt ato qilg'ay. Mening nomim ota-bobom İbrahim bilan Isoqning nomi bu bolalar orqali mangu davomlashgay. Ular nurg'un avlodliq bo'lib, yer yuzida gullab yashnag'ay." Yusuf otasining o'ng qo'lini Efraimning beshi qo'yganini ko'rib ko'nglidan norozi bo'lgan edi. Shunga u otasining o'ng qo'lini Efraimning beshidan Manassaning beshiga yo'tkab qo'ymoqchi bo'lib otasiga: "Ata, bu ishingiz to'g'ri bo'lmadi. Cho'ngi bu o'ng qo'lingizni uning beshiga qo'ygaysiz" dedi. Otasi rad qilib: "Ey o'g'lim, bilaman. Manassaning avlodlari cho'ng xalq bo'ladi, lekin enisi uningdan kuchli bo'ladi. Enisining avlodlari ro'noq topgan ko'p xil xalqlarga aylandi" dedi. U kuni İsrail ularga baxt tilab mundaq duo qildi: "Kelgusida İsrailning avlodlari kishilarga xayrli duo qilganda mundaq desin: Xudo sizlarni Efraim bilan Manassaga o'xshash baxtli qilg'ay." Shundaq qilib Yaqub Efraimni uning akasi Manassadan o'rin qo'ydi. Keyin İsrail Yusufga: "Mening olamdan o'tishimga oz qolganligini bilsan, lekin Xudo jazman sizlarga yor bo'lib, sizlarni ota-bobolaringlarning zimini qaytirib ketdi. Men sana qarindoshlaringga qaraganda biroz ortiq zimin beraman. U yerni men amurlarning qo'lidan qilish va o'qiyim bilan tortib olgan edim" dedi. Xo'sh qarindoshlar, darsimizga kelsak, oldi bilan bugungi darsimizni boshlashdan burun oldingi qitimliq mazmunni qisqacha biz o'ylab ko'rsak, ya'ni oldingi qitimda biz 46-bob, ya'ni Yaqubning Misrga berishini, Yaqub va oilasidagilarning jamiyatining Misrga berishini ko'rgan edik. Bo'libmi Yaqub Misrga berishdan burun Xudoga ibodat qilgan vaqtida, ya'ni Bershabaga otasi Isoq Bershabaga berib shu joyda otasi Isoq e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qilgan vaqtida shu kechasi Xudo Yaqubga namoyon bo'lib, Yaqubga degan va'dasi bor edi. Ya'ni Yaqubga degan so'zi nima desa, "Sen Misrga berishdan qo'rqmagin, men u yerda sening avlodlaringni ulug' bir xalq qilaman. Men sen bilan birga Misrga berib, ondan avlodlaringni cho'qim zaman qaytirib kelaman" degan shunday bir so'zi, va'dasi bor edi. Buni biz Xudoning Yaqub bilan tuzgan shu va'dalari, ahdlari, ya'ni haqiqatning nuqtai nazari bilan bir qatim ko'rib chiqqan edik. Va'dalarning ma'nosi deganlar, ya'ni avlodlarini ulug' bir xalq qilman deyotir. Ya'ni Misr zaminda Xudoning Yaqubning avlodlari ustida qilmoqchi bo'lgan bir ulug' ishlari, bir ulug' degan so'zni, ya'ni cho'ng, buyuk deb atsak-mı, ya'ni buni biz bu ulug' degan so'z asli Xudoga xos bir so'z. Shunday biz hammamiz bilamiz. Ya'ni Xudoga ishlatilgan
Xudoning xislatiga ishlatilgan Xudoga xos bir kalima. Bu ulug' degan gap, ya'ni Xudoning o'zining ulug'ligini, o'zining shu namoyon qilmoqchi bo'lgan ishlarini mushu xalq, ya'ni Yaqubning avlodlari ustida namoyon qilmoqchi bo'lgan bir irodasi bor ekanligini biz ko'rib o'tgan edik. Ham shunday biz bu jamoat sonlari bor, uncha odam deganlarni biz Xudoning irodasining qanday qilib bu xalqlar ustida qanday qilib cho'ng namoyon bo'lib konkretlashganliklarni ham bular orqali biz bilib olamiz deb o'tgan edik. Ham shundaqla oldingi mazmunda oxiri Yaqub bilan Yusufning ko'rishgandagi mazmuni bor edi. Shunday qilib bugungi mazmunda Yaqub bilan Yusuf ko'rishgandan keyin Yusuf oldi bilan qarindoshlardan 5 kishini tanlab podshoh bilan ko'rishtirgandan keyin ondan otasi Yaqubni o'rniga boshlab berib Misr podshohi bilan ko'rishtirib qilganda Yaqubning Misr podshohi Firavnga baxt tilganligiga oid mazmun bor. Andan keyin Yusufning ocharchilikqa tutgan tadbirlari, mushu tadbirlar orqali qanday qilib bu Yaqubning avlodlari Misrda qanday ro'naq topganligiga oid mazmun bor. Ham shundaqla Yaqubning oxirida Yusufdan talab qilgan, ya'ni vafot bo'lgandan keyin Misrdan elib ketib, shu ota-bobolari dafn qilingan yer dafn qilishiga qasam ichtirgan, ya'ni talab qilgan shu talabi. Ondan keyin 48-bobda Yaqubning navrlariga xayrli duo qilgan shunday mazmuni bor. Ya'ni bugungi mazmun, ya'ni 47-48-bobni asosan shunday cho'ng 4 bo'lakka bo'lib ko'ra olamiz. Asosan bugungi mazmunlar Yaqubning oxirgi hayoti, ya'ni Misrdagi oxirgi hayotini qanday o'tkazib qanday xuloslaganligiga oid mazmun. Bo'libmi Yaqubning Xudo bilan, ya'ni o'zining hayotini Xudoning yetaklashi, Xudoning yori bo'lishi bilan o'zgartib, yetaklanishi bilan mangish orqali Xudoning ahdisiga bog'langan Yaqubning eng oxirgi hayotlarini Xudoning shu o'ziga bergan va'dalari bo'yicha, ahdlari bo'yicha Xudo bilan birga mangish jarayonida, ya'ni hayotini Xudo bilan birga o'tkazish jarayonida Xudo bo'lgan tonishi bilan bolalariga va navrlariga duo qilgan, ya'ni xayrlik duo qilgan, o'zining hayotini shu Xudoning va'dasi, ahdisi bo'yicha tamomlaganligiga oid mazmunlar bugungi mazmunlar orqali ko'rib o'tadigan mazmunlar hisoblanadi. Ma'qulini olsa konkret mazmunga kelsak, Yaqub bilan Yusufning, ya'ni Go'shanda ko'rishganligiga oid mazmun edi. Yaqub shu vaqtda deydi, men sening hayot ekanligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi o'lib ketsam-mu roziman deb. Bu yerda ya'ni Yaqub bilan Yusufning oxiri 20 necha yillik ayrilishdan keyin oxiri jam bo'lib, ya'ni oxiri ko'rganligiga oid mazmun. Biz oldingi bobda deganimizdek, ya'ni Yusufning hayot ekanligiga Yaqubning ishonganlikdagi bir qancha omillar degan edik. Ya'ni birisi Yusufning degan so'zlari. Yana birisi bo'lsa Yaqub ayni vaqtda Yusuf tush ko'rib, tushini Yaqubga deb bergan vaqtida u ko'nglida pikib qo'ygan degan so'zlar orqali biz Yusufning ustidagi Xudoning irodasi, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari bo'yicha Yusufning hayotida Xudoning yori bo'lib, uni qo'g'dab, qanday qilib shu tushlarni amalga oshirganligiga oid shu mazmunlar bilan bog'lab turib, ham shundaqla Xudo bu Yaqubga deydi emasmi, sen Misrga berishdan qo'rqma, ya'ni u yer bag'atdan Yusuf oxirgi hayotingda, ya'ni Yusuf qo'lini sening ko'zing ustiga qo'ydi degan mazmunlar bor emasmi? Shuni o'xshash bugungi mazmunlarda asosan Xudoning shu dastlabki burun qilgan so'zlarining birdan Yaqubning hayotida amalga oshganligiga oid mazmunlar. Ya'ni Xudoning va'dasining shu Yaqubning ustida to'liq tamomlaganligining oid mazmunlar. Shuning o'xshash shu Xudoning so'zi bo'yicha mana hozir boshlangan nima desa, Yusuf bilan ko'rishib, oxirgi hayotini Yusuf bilan birga, ya'ni oxirgi hayotida Yusufning qanday qilib Yaqubning qalbini amin topqizib, Yaqubning baliq talablari bo'lsin, baliq ishlariga Yusufning qanday hamdamda bo'lganga oid mazmunlarni ham bundan keyingi mazmunlar orqali ko'rib chiqa olamiz, ikki bob orqali. Ma'qul undaq bo'lsa, degandek bayam Yusuf, ya'ni bular ko'rishgandan keyin oldi bilan qarindoshlardan 5-ni podshohning oldiga kelib podshoh bilan ko'rishtirgan edi. Ham shundaqla shu vaqtda podshoh deydi, ularning orasida iqtidorli kishilar bo'lsa, ya'ni ular degan emas, masalan, nima kasb bilan, nima ish bilan shug'ullansizlar degan vaqtda biz baxtchilik bilan shug'ullanamiz degan. Shunga podshohmi deydi, ularning orasida iqtidorli kishilar bo'lsa, mollarini boshqarish qo'ysangmi bo'ldi degan. Keyin Yusuf yana otasi Yaqubni o'rniga boshlab, ya'ni kelib Misr podshohi bilan ko'rishtirgan vaqtida Yaqub podshohga baxt tiladi degan gap edi. 2 qatim
ikki qatim takrorlandi. Ya'ni ko'rishgan vaqtida baxt saodat degan vaqtida podshoh qancha keldingiz degan vaqtida Yaqub o'zining hayotini qisqacha bu podshohga xulosalab bergandan keyin xo'shlashish oldida Yaqub yana bir qatim bu Firavunga baxt tilab xo'shlashib chiqib ketganligiga oid mazmun bor. Biz bu yerda balkim baxt tilabdi, baxt saodat tilabdi degandan cho'nqur o'ylamasligimiz mumkin. Lekin biz bu yerda ko'rganimiz nima desa, bu Yaqub bu yerda kimga baxt tilayotdi desa, bir elning podshohiga, bir elning, bir kollektivning beshi bo'lgan shu, ya'ni bir podshohga baxt tilayotdi. Ya'ni biz buni o'ylaydigan bo'lsak, bu elga, bu Misrga Xudo o'zining xalqi bo'lgan, o'zi tanlagan shu xalqi, o'zi va'da bergan, ahdlashgan shu xalqi orqali baxt taqalgan biz ko'ra olamiz. Ya'ni mazmun orqali biz bilgan. Ya'ni Yusuf orqali, dastlabda Yusuf orqali qanday qilib bu xalqqa bu nimalarni, ya'ni shu ofatlarning ustida qanday qilib baxt tilab bularni ofatlardan qutulish, ya'ni chorlarni Yusufga Xudoning donolik ato qilishi bilan biz burun Yusufga Xudo taqan donolik deb bir mazmunda deb o'tgan, buni Yusuf mazmunida biz ko'rib o'tgan edik. Xudoning Yusufga donolik ato qilishi bilan Yusufning bu alda, ya'ni shu ofatga bo'lgan tadbirlarini biz deb o'tganimizga o'xshash Yusuf orqali baxt ato qilgan bo'lsa, endi Yaqub kelib bu yerda Firavunga, ya'ni bu alga baxt tilayotdi. Biz ahdlarni biz o'ylab o'tsak, endi Xudo Ibrohim bilan tuzgan ahdida va keyin Isoq ulab va oxirida hozir Yaqubga bog'lagan ahdisida baxt degan bir va'da bor. Biz oldin qatimlarda ahdini xulosga olamiz. Biz baxt degan ahdining mazmuni baxt, ulug' xalq, nom, zimin degan o'xshash shunaqa bir mazmunlarni deb o'tgan edik. Shuna o'xshash bu baxt ato qildi. Ya'ni baxt ato qilganligini ham shunaqlar yer yuziga xalqlar bo'lsa, ular orqali baxt topadilar. Ular baxt tilganlar baxt topadilar. Bu İbrahim ahdisi, ya'ni yaratilish 12-bobdagi mazmunga qarasak, Ibrohimga degan konkret shu va'daning mazmunini qaraydigan baxt degan so'z ko'p takrorlandi. Ya'ni shu uning baxti, Xudoning bo'lsa ularga baxt, uningga, ya'ni Ibrohimga baxt ato qilganligini, ham uning baxt tilganlar baxt topadilar, uning la'nat o'qiganlar bo'lsa la'nat qilganligini, butun xalqlar, butkul insonlar bo'lsa ular orqali baxtga erishadilar, ya'ni baxt topadilarga oid mazmun edi. Biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda Xudoning haqiqatining, ya'ni Xudoning xalqi bo'lgan, Xudo tanlagan yer yuzida kimni tanlagan shu vaqtida shunda ko'p insonlar orasidan Xudo boshida Ibrohimni tanlagan va Ibrohim bilan va'da tuzgan, ahd tuzishgan. Keyin Ibrohim orqali Isoqqa o'zining va'dasini ulg'an edi. Endi hozir bo'lsa Yaqub va Yaqubning avlodlari orqali shunday bir va'dasini, ahdisini davomlashtirmoqchi bo'lgan Xudo bu yerda butkul insonlarga baxt tilash, mushu Xudoning baxtining, ya'ni Xudoning insonlarga taqalan baxt saodatining kim orqali namoyon bo'lganligi, kim orqali tarqalganligi desa, dal mushu ahdi xalqi, tanlagan xalqlar orqali boshqalarga namoyon bo'lganligiga oid mazmun dal bu Ibrohim bilan tuzgan ahda va Isoq ulg'an, Yaqubga bog'lagan shu ahdilar orqali biz ko'ra oladigan mazmunlar edi. Buni biz olam yaratilish 12-bob va olam yaratilish 26-bob, olam yaratilish 28-boblar qarasanglar, Ibrohim, Isoq va Yaqubga mushuna dastlabda Xudoning ularga degan ahdini eskartgan mazmunlari. Mushuna qarasanglar, baxt degan so'z nihoyatda o'zinglar ko'rib chiqa oladigan mazmun. Shuning uchun bu yerda Xudo tanlagan mushu insonlar ichida, ya'ni boshqa insonlarga Xudo namoyon bo'lmasdan, balki o'zi tanlagan, o'zi alayda chaqirib olgan insonlarga, o'zi tanlab olgan bandalarni o'zining xos xalqi qilib, o'zining go'hri qilib, masalan biz Petros yozgan 1-xatda, ya'ni 9-oyatga qaraydigan bo'lsak, sizlar bo'lsanglar Xudoning tanlaganlari, uning podshohligining ruhoniylari, Xudoga atalgan xalq, shunday Xudoga mansub bo'lgansizlar deb mushada Xudoning xalqi, Xudoning ahd xalqi, Xudoning tanlagan xalqlari, Xudo o'zi chaqirgan xalqlarni qorong'ulikdan o'zining parlaq yorug'ligiga chaqirgan bo'lib, Xudo o'zining ulug'ligini boshqalarga yetkazish uchun tanladi degan mazmunlarmish. Petros yozgan 1-xat 9-oyat qarasanglar, 9 va 10-oyat qarasanglar shunday mazmunlar bor. Ya'ni Xudoning mushundaq o'zi ahd tuzgan, o'zi tanlab olgan, o'zining so'zlarini, o'zining haqiqatini namoyon qilgan, Xudo o'zining shon sharaf va ulug'ligini namoyon qilgan bu xalqlar ustidagi irodasi dal mushu Xudoning ahdi, ya'ni tuzgan Ibrohim va Isoq bo'lsin, mushlar tuzgan ahdlar orqali bizga Xudoning irodasini
tunutib bersə, tushundirib bersə, həm şunaqla bugün biz anlayatqan, bugünkü bizlər həm yeni əhdinin xalqları, yeni əhdinin icraçıları bo'lgan bizga ham shunaq ahdlar orqali bizning ham kim ekanligimiz, Xudoning bizning ustimizga irodasining nima ekanligini, bizning qanday yashashimiz kerakligini biz cho'nqur tushuna oladigan mazmunlar. Shuningga o'xshash, birinchisi nima desa, bu yerda baxt degan so'z orqali nima tushuna olamiz desa, Xudo Ibrohim bergan vaqtida baxt ato qildim va sen orqali nurg'un insonlar baxt topdi degandiki, bu baxt nima desa, Xudoning haqiqati, Xudoning haqqoniyligi, Xudoning shu nuri, Xudoning so'zlari, Xudoning barliq mehr shafqati deganga o'xshash, Xudoning bizga ato qilgan shu barliq baxtini biz Rabbimiz Isa Masih orqali erishgan mushu barliq baxt saodatni ham hozirgi bizlar uchun aytganda, mushuni biz boshqalarga namoyon qilib, boshqalarga baxt tilab, boshqalarga mushu Xudoning mushu baxt barakatini yetkazadigan bir ijrochilari, yetkazadigan xalqlari bo'lishga chaqirganligini. Shuning uchun bu yerdamda Yaqub bu yerda baxt tilig'ichining sifatida shunala Xudoning ahdisining ahdi xalqi bo'lish sifati bilan, Xudoning haqiqatining yurgizguvchisi, ijrochisi bo'lish sifati bilan bu yerda bir alga mushundaq bir al orqali mushundaq ofatlar ustida xalqlarning hayotini qo'g'dab qolish uchun Xudo alohida ishlatayotgan mushu Xudoning xalqi bo'lgan Yusuf va Yaqub orqali bu alga baxt tilgan emasmi? Nurg'un xalqlarni bu alda nurg'un Xudoning danalығы bilan tədbir qolunub, nurg'un xalqlarning hayotini qutqizayotgan shunday vaqtlarda Yaqub bu yerda Firavnga baxt tilagan shunday mazmunni kelib chiqadi. Shuning uchun bu yerda Xudoning haqiqatining yurgizguvchisi, haqiqati va adolatini yer yuzida xalqlar orasida namoyon qilish orqali haqiqatning nurini, Xudoning podshohligining ruhoniylari sifatida, go'harlari sifatida insonlarga Xudoning haqiqatini yurgizib, dunyoning nuri bo'lib, Xudoning baxt barakatini tarqatquchi, shunaq elchi bo'lish sifati bilan, tarqatquchi xalq bo'lish sifati bilan, salohiyati bilan bu yerda Firavnga baxt tilaganligini biz bu yerda tushuna olamiz. Shunga o'xshash bizmi bu Yaqubning qilgan ishi orqali biz ham boshqalarga baxt tilovchi sifatida Xudoning bizni o'ziga chaqirib olganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Bu baxt tilovchi desak, shundaqla bir oddiy baxt tilab duo qilish emas. Ham shundaqla bu baxtni biz dunyoning baxti bo'yicha, mol dunyoning nasri bo'yicha ko'zi bilan qarash emas. Biz oldin qattimqi mazmunlarda biz baxtning haqiqiy baxtning nima ekanligini men oldin qattimqi mazmunlarda bir qatim so'zlab o'tgan. Shuning uchun bu yerda baxt deganimiz Xudoning haqiqati, Xudoning haqqoniyligiga ulangan, haqiqiy Xudoning podshohligiga oid, Xudoning haqiqatlariga oid shunday baxtni ekanligini biz bu yerda yana bir qatim qisqacha deb o'tsam, shunga o'xshash biz ham chaqirilgan biz xalqlar ana shunday Yaqubga o'xshash boshqalarga Xudoning haqiqatini, haqqoniyligini boshqalarga tilaydigan, boshqalarga yetkazadigan, boshqalarga shunday Xudoning haqiqatini, podshohligini tonish uchun baxt tilab duo qilgan, boshqalarning haqiqat qaytish uchun baxt tilab duo qildigan bir sifatda chaqirilgan ahd xalqlar ekanligimiz ham biz ham ko'rib olamiz. Anandakin demisimi bu yerda ocharchilik oldin qatim Yusuf qarindoshlarini otasiga yevatgan vaqtida yana otasiga o'zining hayot ekanligini va otasining Misrga kelishini, bu ocharchilikning hamda 2 yil bo'lganligini, yana 5 yil davomlashadiganligini aytgan vaqtida ocharchilikda hamda 2 yil yana uzoq bo'lmaganligini, uzoq bo'lmaganligini aytgan edik. Endi bo'lsa ocharchilik intayin eg'ilishib, yana bara eg'ilishib ketgan shunday vaqtda bu yerda Yusufning bu ocharchilikqa tutgan tadbirlariga oid mazmun dal bu ikkinchi bo'lak mazmunda ko'ra olamiz. Bo'libmi bu yerda Yusuf xalqqa ochiq setib berganda boshda xalq ammo bo'lsa yana xalq puxrolar pullariga ochiq setib olgan. Shunday qilib pullarni tugatganda, pul bu ocharchilik davomlashgan boshqa pullarni tugatgan, andan keyin pullarni tugab o'zining mollari, ya'ni qo'y kala degan o'xshash eshak, ot eshak, qo'y kala o'shkalarini degandek shuni pulning o'rniga mushu mollarni ochliqqa tegashganligini, oxirida bo'lsa bu mollarini tugab, endi ularning qulida bari bo'lgani yer zamin, ya'ni o'zining tavallik bo'lgan yer zamin emasmi? Hatto yer zaminlarini ochliq almashtirib bo'lib, eng oxirida bo'lsa hech nimasi qolmag'achqa
bularning aşıq setib elishga, eşitmisi qalmag'ashga oxirida o'zlarini podshohning qo'li bo'lib, podshohning dehqonchiligini qildiganga, o'zlarini hatto shunaqa aşıqni qilish uchun podshohning qo'li bo'lib ketib, shunday qilib bu barliq pul mulk bo'lsin, pullar bo'lsin, mallar bo'lsin va yoki yer zamin bo'lsin, shunaqla bu xalqlar bo'lsin, barliq hammasi podshohning qo'liga o'tib ketganligini bu yerda deydi. Biz Yusufning donolikqa oid mazmun so'zlagan vaqtimizda dal mushundaq tadbir, ya'ni mushundaq 7 yil ocharchilik vaqtidagi hayotni saqlab qolish uchun Yusufning Xudodan kelgan aql farosat, donolik orqali tutgan tadbiri bilan oshliq yig'ib olib zapas saqlaganlikqa oid mazmunlarni bizlab o'tgan edik. Bir davlatning ambirida, bir podshohlikning ambirida mushundaq nurg'un açlıq bolsun, yani tədbirlik zapas bir məhsulotlarning zapas bir açlıq mal-mülklərinin bolışı bu dövlətin xalqlarını, gerçi bu xalqlar yarısını əmiz padşah ötken bolsunmu, bu xalqның hayatını saqlab qalish üçün tüzülgən bir tədbir işgəligini. Belki bunu biz da okuyan vaktimizde, yani biz özümüzün nemimiz boyunca, düşüncelerimiz boyunca okuyan vaktimizde devlet bir xalqlarning bir xalqning zaminini, hatta barliq pul mal mülklerini, hatta özlerini kul qilib olgan bir podshohlik, mutlaq hokimiyatlikni, mutlaq jazonixo'rlikni yurgizayotgan bir podshohlik emasmi deb o'ylab qilish mumkin. Shuna tushunchalar paydo bo'lishi mumkin. Endi lekin bu yerda mushundaq ocharchilik, mushundaq tadbir vaqtida podshoh, ya'ni bir rəhbər, bir aldıda yetəkləyici bo'lgan bir podshohning donolik bilan bir tadbir yurgizib, butkul xalqni hayotini bir kollektiv holatda ularning hayotini saqlab qolish uchun eng chong bir tadbir ishkanligini biz ham tushuna olishimiz mumkin. Masalan, bo'libmi biz texnik uni tushuna olamiz. Bizning xalqimiz hamiz o'zining o'y fikrlarida, hamiz o'zining nimalarda qilgan vaqtida xalq chechilishdan, bo'linishdan boshqa, yam bo'lishdan boshqa shuna bir nimani qilolmaydi. Lekin bir xalq, bir amma o'rtaq bo'lgan bir nişan astıda yığılgan vaqtida, bir şu neminin üstüde yığılgan vaqtida ömlük içinde bu amma özünün hayatını ve ya ki şunaq xim xatar olsun, şunaq nemeler üstüde qandaq tadbir qilishni balkim qila olishi mumkin. Shunga o'xshash bu yerda Xudo ana shunday nurg'un xalqlarning Yusuf o'zining degan qilgan sözü var. Yani Xudo nurg'un xalqning hayotini, yani keyingi babda 50-ci babda chiqadi. Nurg'un xalqning hayotini saqlab qolish uchun sizlarning yaxshi yomon niyatinglarni yaxshi qaylandir degan o'xshash. Yani bu yerda Xudoning shunday nurg'un xalqlarni ocharchilikda, mushun tabiiy bo'lgan ofatlar ustida saqlab qolish uchun, nurg'un xalqlarning hayotini saqlab qolish uchun o'zining xalqi orqali baxt taqqaliga oid mazmunni bu yerdan biz ko'ra olamiz. Yani baxt degan so'z orqali, Xudoning baxt va'dasi orqali bu yerda yani shuni aniqlashtira olamiz. Bo'libmi Yusufning qilgan, yani xalqqa bergan mana bir nimasi bor. Yani hamma narsa podshohning edi. Bular qul bo'lgan vaqtida faqat bularning qursiqini ham podshoh tarafdan ta'minlashga nimasi bor-da. Faqat qursiqni to'g'asil bo'ldi. Lekin ochlik bo'lsin, urug'lar bo'lsin, ziroatlar, mol-mulklar bo'lsin, hammasi podshohga o'tish kerak edi. Lekin bu yerda Yusuf xalqqa yenilam, garchi hamma narsa podshoh o'tib ketgan bo'lsa-mu, Yusufning qilgan tadbiri, ya'ni 5dan birini, mol-mulkning 5dan birini podshohga topshirib, qag'inni o'zlariga va oilasiga uzuq va urug' qilish uchun shuna tuzgan bir qonunni biz ko'rgan edik. Shu qonun tuzib berdi degan o'xshash. Shunga o'xshash xalq yenilam o'zlari uchun urug'liq va o'zining oilasini qamday olish uchun shunday bir uzuqlikqa, urug'likqa erisha oladiganlikqa oid mazmun. Shunaq bir tadbir bilan, shunaq bir nimasi orqali bu yerda biz Yusufning ham xalqqa undaq mutlaq hokimiyatlik bilan qilgan tadbir emas ekanligini, balki Xudoning shunaq mehr shafqati, adolati, donoligi bo'yicha mehribonligi bilan Yusufga o'xshash shunaq Xudoning mehribonligi bilan xalqqa ham tutgan shunaq bir kamchilik, mehribonlik muomalasini biz bu yerda ko'ra olamiz. Bu yerda biz Yusufning bu tuzgan qonunlari orqali biz Yusufning ham shundaqla Xudo o'ziga ataqan shu donolik orqali
nurg'un xalqning hayotini saqlab qolgan Parvardigorning, ya'ni Parvardigorning o'ziga shu donolik ato qilish orqali nurg'un xalqning hayotini saqlab qolganligini tunib yetganligini ham shundaqla Yusufning Parvardigorning ota bobolari bergan ahdisini cho'nqur tushunib yetganligini biz tushuna olamiz. Ya'ni Parvardigorning Yusufni tanlashi, Yusufni bu yerga tiklashi, Yusufga baxt ato qilishi, ularning ya'ni nurg'un xalqlarga bular orqali baxt ato qilish va'dasi bor edi emasmi ahdida. Ya'ni sizlarga baxt tilaganlar baxtga erishadi, sizlar orqali nurg'un xalqlar baxt tapadu deyin shu va'da bor emasmidi? Shuncha Yusufmi o'zi orqali Xudoning nurg'un xalqlarga baxt ato qilganligini, Xudoning haqiqatini, haqqoniyligini o'zining ustida namoyon qilganligini bu yerda Yusufning tunib yetganligini biz shunda qonunni xalqqa tuzgan shu xalqqa yurgizib bergan tuzib bergan shu qonun orqali ham ko'ra olamiz. Ya'ni Yusuf Xudodan olgan shu mehr shafqat, Xudoga tunish, ya'ni Xudodan shunday cho'nqur mehr shafqatni his qilgan odam boshqalarga ham Xudoning mehr shafqati bilan muomala qila oladi. Shuning o'xshash Yusuf hayotida biz Yusufning hayotini so'zlagan vaqtimizda biz Yusuf o'zining hayotini Xudoning irodasi bilan qarab turib akalarga qilgan muomalasini biz ko'rib o'tgan edik emasmi? Shuning o'xshash bu xalqqa ham shuningdek Xudoning irodasi bo'yicha, shu nuqtai nazar bo'yicha xalqqa ham hayotini saqlab qolish uchun ularga sungan mehr shafqatli muomalasini biz ham ko'rib chiqamiz. Çünkü bu nemish buna ta'kidlab qoldinglar desanglar, bu nuqtaga kelgan vaqtida sizlar o'ylab baqqan bilmadim, lekin sizlarmi balkim bizning hozirgi vaziyatimiz, hozirgi sharoitimiz bilan qarasanglar, balkim bu xalqning yer zaminlarini tortib olish, xalqning qo'lidagi barliq pul mol-mulkni tortib olish, mal bisatini tortib olish, hatto oxirsida xalqni qul qilish bu bir hozirgi bizning xalqimiz uchrayotgan bir ishlar bo'lishi mumkin, lekin bu butunlay az izilguchi xalqlar sifatida balkim o'ylashinglar mumkin degan nuqtai nazar bo'yicha buni alayda ta'kidlab o'tdim, chunki bundaq tushunchalar, bundaq savollarni ko'p anglagan, shuning uchun ham bu mazmunning o'zidan ham qaragan vaqtida shunday tushuncha bo'lishi mumkin. Bu xalq ammini azganlik emasmi, xalq ammini qul qilganlik, bu qanday Xudoning haqiqatini yurgizganlik bo'ldi. Yusuf bu yerda o'zi huquq o'ltirib olib, bu yerda o'zining huquq nimasini ishlatgan degan o'sha shunday savollar bo'lmagan emas. Shuning uchun bu yerda alaydan deb o'tdim. Lekin bu yerda Yusufning xalqqa shunday ocharchilik vaqtda tuzib bergan qonun orqali qanday qilib bu xalq ammasining hayotini ocharchilik shunday ofat, tabiiy ofatlar ustida saqlab qolish uchun yurgizgan Xudodan olgan donoligi, Xudodan olgan mehr shafqati bilan xalqqa shunday mehr shafqat muomala qilganligini biz ham buni cho'nqur tushungan vaqtimizda tushuna olamiz. Hatta buni tabiiy ofatlarga oid mazmunni balkim hozirgi davrda yashayotgan biz balkim cho'nqur tushunishimiz ta'sir qilishi mumkin. Lekin bizning tariximiz qaraydigan bo'lsak, bizning ajdodlarimiz ham shunday tabiiy ofatlar tufaylidan qanday yo'tkilishlarni, qanday ko'chishlarni, tariximizda nurg'un ko'chishlarni elib borganlik, hatto nurg'un qanday vaqtlarda shunday tabiiy ofatlar tufaylidan qanday ezilib qirilganliklari, hatto bu turkiy qavmlar ichida qanday qilib bu xalqlar keyin birlashib cho'ng bir qabilani, cho'ng bir ittifoqdoshlikni tuzganliklariga oid mazmunlarni biz o'zimizning tariximizdan ham shu tabiiy ofatlarning qanchalik cho'nqur ta'sir ko'rsatganligini biz ham ko'rib o'tamiz. Shuning uchun shunday tabiiy ofat bo'lib ocharchilik vaqtida bo'lib qadimdagi bu hozir biz so'zlayotganimiz hozirdan 4000 yil burungi voqealar shunday vaqtda Xudoning shunday o'zining tanlagan xalqi, o'zi chaqirgan shu xalqi orqali boshqa ya'ni nurg'un xalqlarning hayotini saqlab qolish uchun o'zi tanlagan xalqiga, o'zi tiklagan xalqi bandisi orqali Xudoning donoligini, haqiqatini, mehr shafqatini o'zi tanlagan xalq orqali boshqa atrofidagi shunday nurg'un xalqlarga ham qanday namoyon qilganligini biz ham shu ocharchilik ustidagi Yusufning tadbirlari orqali ham buni biz tushunib yeta olamiz. Endi konkret mazmunni kichik mazmunlar
mazmunlarni sizlar balkim o'zinglarning jamoatinglarda ta'lim olgan vaqtinglarda buni qisqa bir bilak qilib ayrim ta'lim qilib so'zlaydigan mazmunlarda tushunib olsanglar bo'ladi. Buni cho'ng tumur bilan bir muqaddas kitobni haqiqatning nuqtai nazari biz davomli qarayotganimiz Xudoning haqiqati nuqtai nazari bilan bir butun muqaddas kitobning nuqtai nazari bo'yicha cho'ng bir nuqtai nazar orqali kichik tumurlarni biz tushundirish bu hozir biz qilayotgan bizning darsimizning asosiy yo'nalishi emas. Shunga o'xshash bu cho'ng tumurini shunday so'zlab o'tsak, bu mazmunlarning orasidagi kichik mazmunlarni o'zinglar jamoatinglarda mencha ko'p ta'limlar orqali mencha uchrasha olaysizlar, yiqilisha olaysizlar, mazmunlarni ko'p anglaysizlar. Shular orqali to'liqlab olgaysizlar. Endi Yaqubning Yusufga qilgan talabi bor. Ya'ni Yaqub 147 yosh kirgan vaqtida, ya'ni o'lish oldida Yusufni chaqirib, Yusufga deydi, ya'ni agar mendan rozi bo'lsang, men vafot bo'lganda meni Misrdan elib chiqib, ota bobom dafn qilgan yerga dafn qilgin deydi. Bu yerda Yaqubning bu talabini biz yana ahdining nuqtai nazari bo'yicha ko'ralaymiz. Chunki Yaqubga izchil ko'rangan, Yaqubning hayoti bo'yicha Yaqubga yor bo'lgan Xudo degan, ya'ni Qanon zaminini Ibrohimga degan, Ishoqqa degan, Yaqubga degan, shu zaminni ularga va uning avlodlariga ato qilganligini degan. Shuning uchun Yaqub deydi-da, sizlar, ya'ni Xudo degan, Xudo Yaqubga oldingi qatim Misr kelishdan burun ko'rangan vaqtida degan, ya'ni men sen bilan birga berib, keyin avlodlaring bu yoqqa qaytirib kelman. Ya'ni shu zaminni mangulik ularga ato qilganligini Yaqub biladi. Shu e'tiqodi bo'yicha Yusufdan so'raydi. Ya'ni men vafot bo'lgandan keyin mening jasadim, ya'ni meni shu zaminga Xudo va'da qilgan shu zaminga dafn qilgan. Chunki u zamin Xudoning bizga bergan va'da zamini, ham keyinmi biz yana shu joyga qaytamiz. Shu zamin bizning mangulik zaminimiz. Men o'zimning Xudo va'da bergan shu zaminimda shu joyda dafn bo'lay, ya'ni shu joyda yatay, shu joyda uxlay, shu joyda ota-bolalarim qatori qaytay degan o'xshash. Shunaqa e'tiqodi bilan Xudoning va'dasi bo'yicha o'zining oxiratligini Yusufdan talab qilganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Demismi buni yana qanday ko'ra olamiz? 31-oyatda, 47-bob 31-oyatda Yusuf qasam qilgandan keyin Yaqub, ya'ni Isroil karvatining bosh tarafida bosh qo'yib Xudoga madihiya o'qidi deydi. Bu yerda Xudoga madihiya o'qishi Yusufning qasam qilganligi uchun Xudoga madihiya o'qiganligi emas, o'z hayotini tamamıga qadar, ya'ni Xudo 28-bobda, yaratilish 28-bobga Yaqubga degan emas, men sening hayoting ustida va'damni amalga oshirmoqchi seni tashlamayman, ya'ni seni voz kechmayman degan emasmi? Hatto bu yerga qadar, ya'ni o'zining hayotini eslab turib, o'zining hayotini oxiriga qadar, o'zining hayot ustida Xudo o'z irodasini, va'dasini tamamlagan qadar Xudoning uning yor bo'lganligini, hatto shunaq oxirligini ham Xudoning o'zining iltifoti ostida shunaq oxiratligini ham Yusufga topshirganligi, ya'ni Yusufga shunaq talab qilganliklarini, ya'ni qisqasi Xudoning o'z hayotining tamomiga qadar yetaklagan va o'rinlashtirgan shu Xudoga o'zining hayotini tamomiga qadar, oxiriga qadar o'rinlashtirgan shu Xudoga shukrlar o'qib, Xudoga madihiya o'qiganligiga oid mazmunni biz mush orqali ko'rib olamiz. Ya'ni Xudoga madihiya o'qidi degan so'z orqali biz tushuna olamiz. Ondan yana birisi nima, yana bir mazmun nima desa, bu yerda 27-oyat, ya'ni 47-bob 27-oyat qaraydigan bo'lsak, Isroillar, ya'ni Yaqubning avlodlari Go'shan viloyatida o'ltiralashgan edi. Ya'ni ular ro'noq tepib, aholilari haslab ko'paydi deydi. Ya'ni shunday ocharchilik vaqti bo'lsa-mu, bu yerda Yaqubning avlodlari bo'lsa, izchil ro'noq topganligini, haslab aholisini bo'lsa, haslab ko'payganligini bu yerda davatidi, bu yerda bizga uqtiryapti. Bulubni biz albay diqqat qilgan bo'lsanglar, ma'lumli, ya'ni podshoh Yusuf, ya'ni o'zining 5 qarindishini tanlab podshoh bilan ko'rishtirgan vaqtida, ular kasbini degan vaqtida podshohlarning degan, ya'ni arasida iqtidorli kishilar bo'lsa, mollarini boshqarish qo'ysanglar bo'ldi deb. Chunki ular baxtchilik qilganligini degan emasmi? Shuni o'xshash bu yerdami? Yusufning qarindoshlari, ya'ni Yaqubning avlodlari bu Misrda, ya'ni ro'noq topib ko'paygan vaqtida bu nemish qilib degan vaqtida bayam degan. Ya'ni
bütün zimindeki xalqlarning mal besat, yani mal, yani qo'y, kala, at, eshak degan o'shkalar hammasi bu davlatga o'tib bo'lgan emas, podshoh o'tib bo'lgan. Bu yerda Yusuf aladi bosh vazir bo'lganga o'xshash, qarindoshlarining bu yerda shu podshohning amaldoriga o'xshash, yani mal chorvalarini shundaq, yani qarindoshlari, yani Yaqubning avlodlari dal shu podshohning, yani butun Misr xalqining shu mal varollarini shundaq boqadigan, shundaq chorvachilik bilan yana shu o'zining kasbi bo'yicha nurg'un bir ish tepildida, bular nurg'un bir yani nurg'un mal chorvalarni boqadigan, shularni boshquradigan degan o'sha shunaqa ishlarni bu yerda qilib, shunaqa tayinlanib, bu yerda ro'naq topib, bularning ko'payganligini, yani mushundaq acharchilik ofat vaqtida ham Xudoning iltifoti bilan, Xudo o'zining va'dasi, Yaqubga bergan va'dasi bor emas, men u yerda sening xalqingni ulug' bir xalq qilman degan o'xshash, ko'paytiman, xalq qilman degan, ming xalq qilman degan o'xshash, bu yerda mushundaq ofat vaqtidami Xudoning tanlab olgan xalqi bo'lsa, Xudoning o'zining ahdi xalqlari bo'lgan mushu xalqlar bo'lsa, ofatlar bo'lsin va yoki qanday qiyin sharoitlar bo'lsinmi, davomliq Xudoning iltifoti, mehr shafqati ostida davomliq ko'payib, davomliq mushuna Xudoning irodasi bo'yicha yaxshi, Xudoning baxtilish ichida, baxt saodati ichida yaxshi kunlarni kechirib, mushuna ko'payib, ro'naq topganligini biz ko'ra olamiz. Buni biz yana Petrus yozgan 2-xat qaraydigan bo'lsanglar, 2-xat, ya'ni 2-bob 9-oyda Petrus nima deydi desa, Xudo to'g'ri yo'lda manganlarni, ular duch kelgan sinoqlardan qanday qutqizganligini biladi deb, shu joyda shuning o'xshash bu yerda Xudo o'zining yo'lida manganlarni, ya'ni o'zining xalqini sinoqlarda, og'ir kunlarda, shunaq og'ir ofatli kunlarda bo'lsin, shunaq hayotning sinoqlarida bo'lsin, qanday qutqizishni va ularni qanday saqlab qolishni va ularning ustida irodasini qanday davomlashtirishni Xudo o'zi biladi degan so'z emas. Shunga o'xshash bu yerdami, garchi butun xalq, butun zamin ofatlar ichida og'ir kunlarni ko'rayotgan vaqti bo'lsa-mu, Xudo yana o'zining ahdi xalqlariga, ahdi bandalariga shunaq mehr shafqat va iltifot ato qilib, shunaq kasib, shunaq nimalarni ato qilish orqali ularni qo'g'dab, ularni ro'naq topqizib, ularni aslab ko'paytganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Bu orqali biz hayotimizda biz qanday qiyin xatarlarga uchraylik, bizmi balkim kunda so'yildigan qo'zga o'xshash, ya'ni qurbonlik uchun so'yildigan qo'zga o'xshash har kun xatarlarni bosh oldimizda beshimizdan kechirgan bo'lishimiz mumkin bo'libmi, qarindoshlar buni aniq tushunalaydi deb o'ylayman. Har birimizning hayoti har kun shunday talkilarda, vahimalarda, xatarlarda o'tgan bo'lishi mumkin va yoki shu qadar og'ir kunlarda, og'ir sinoqlarda bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa-mu, dal shunday og'ir kunlarda, dal shunday qarang kunlardami biz o'zimizni hargiz qo'yib yetmasdan, umidimizni Xudoga bog'lab, Xudoyimiz bizni o'zining ahdisiga bog'lagan, bizga bosh bo'lib, bizni yetakchi bo'lib, bizning hayotimizga hamroh bo'lib, bizning hayotimizni umr bo'yi bizni yetaklab, bizni qo'g'dab, bizning bilan birga bo'luvchi Xudoyimiz bizni shunday sinoqlardan, bizni shunday og'ir kunlardan qanday qutqizishni, bizning hayotimizni qanday o'zining irodasi bo'yicha tamomiga qadar, Yaqub bayonining o'xshash tamomiga qadar toki bizni qanday yetaklashni, bizning hayotimizni qanday o'rlashtirishni o'zi bilganga o'xshash, shunga o'xshash Xudoga bizim shunday umidimiz bilan o'zimizning hayotimizni har kunni, har bir ishlarimizni Xudoga umidimizni bog'lab turib, Xudo bilan birga o'tkazishimizning ham naqadar muhimligini biz hozir o'zimiz og'ir kunlarda deb o'ylagan bo'lsak, bunday kunlarda ham texmo Xudoni es qila oladigan, Xudoning iltifotini, Xudoning ulug'ligini, hayotimiz ustida qilgan shunday kuch-qudratlarini namoyon qilgan vaqtlarini ekanligini biz ham tushunalaydiganligimizni biz ham es qila olamiz. Agar siz hayotingizni aytamdi, cho'ng bir g'amingiz yo'q, tinchlik ichida Xudo taqan tinchlik, amonlik ichida yashayotgan bo'lsangiz, dal shunday tinch, amonlik vaqtlar ichida texmo Xudoning haqiqatini, texmo Xudoning so'zlarini tushunib, bu haqiqatini, bu tinchlikni, bu amonlikni, bu barakatni siz texmo ko'p odamlar bilan bahralanish uchun Xudoning sizga taqan sharoiti, muhiti, tinchligi, amonligi deb qarab tushunib turib, Xudo uchun xizmat qiladigan vaqtingiz ekanligini texmo tushunib yetishingiz mumkin deb shunday xulosalaylik. Chunki qarindoshlar hozir vaqt hozirlam ko'plab, 50 minutga baray deb qoldi.
Shuning uchun sizlar 10 minut tanaffus qilib, bir stakandan qahva ichib, andan keyin qaytib kelib, davomini, ya'ni 48-bobni davomlashtiraylik. Unda bo'lsa, sal turib ko'rishaylik.